Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Biz Abdurrazzaq ibn Abdülmuhsin el-Bederi'nin nefsini paklaştık 10 yol dedi to'xtalib o'tdik. Ders qilib, bugun 4-chi qoidasiga keldik. El-qaidatur rabi'a 4-chi qoida, 4-chi nefsini paklashning yo'li ittihazul usva vel qudva. Ulgi namon tutish, yetakchi tutish. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni namuna ulga ve yetakchi peshvo qilib tanlash. Muallif deydi: "Qalallohu azza ve cel, estaiz billah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha vel yawmal akhir ve zekarallaha kesira." Allah deydi ki, hakikaten Allah'ın elçisi de, yani Resulullah'da sizler üçün yaxshi ulga namuna var. Bo'libmi Allohni va oxirat kunini arzu qiladigan ve Allah'ını köp zikir kıldığan kişiler için Resulullah'ta yaxşı ulgu var, yaxşı namunu var. Muallif bana muşu ayetini tutup durup nefsini paklayman diyen kişi Resulullah'ını özgü ulgu kılış gerek. Özgü yetekçi peşi vakit tanlaş gerek. Tamakını qaysı kolda nime dep yiyiş, hacetxanaga qaysı pütülen nime dep kiriş, qaysı pütülen nime dep çıkış ve devlet başkuruş kadar barcha sahalarda Resulullah'ını ulgu kılış nefsini paklaydigan 4-chi yol. Bu ayette qarindoshlar o'sha yaqinqi zamonimiz o'ttirib chiqqan Qur'oniylarga keskin radiya bor. Qur'onchilar deb bir botil toifa bor. Agar ularda bir uzr tepilmaydi qolib qolsa, kofir bo'lgan bir toifa bor. Xos Qur'onga iymon keltiramiz deydigan, Qur'onga ergishimiz deydigan, hadis yaramaydi bizning hayot mezonimiz bo'lishqa. Bizning ergishishimizga arzimaydi deb qaraydigan, hadisni inkor qiladigan. Hadisni inkor qildi deganga Rasulullohni inkor qildi deganga. Bir kişinin hayatı boyu sözlegen sözlerini inkar kılgan bolsa, şerketlerini inkar kılgan bolsa, şu kişinin inkar kılganlık. Demek hadisini inkar kılganlık, Resulullah'ın inkar kılganlık. Şunu bular kafir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu. Allah'ın elçisi sizlerge nimin hep kelgen bolsa, nimini buyurgan bolsa, fehuzuhu onu çın tutunlar, isilinglar onunla. Ve Allah'ın elçilerden nimini çekilgen bolsa, onu da yeninglar. Diğerliki şu Allah'ın ayet sözleri bilen, hadisler bilen rızkı buyuruyordu. Şirketleri bilen, sükunatları hem bunun içinde bak. Ve sözleri bilen, şirketleri bilen bir dersini tosuydu. Hadis diyen ne hadise ama istilahi hadiste ma uzife ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin ev fi'lin ev tekriratin deyip gelir. Hadis diyenimiz Resulullah'a nispet verilgen söz, şirket ve cim durup sükut kılıp tasdiklap belge işleri hadis de batılıdır deydi. Demek bu Kur'ançılar asli Kur'ançılar deyişinin özü tazı doğru emas. Çünkü hakikaten Kur'an'a iman keltirgen bolsa, Kur'an'ın şirki yukarı ayetine iman keltiriş gerek. Çünkü Kur'an'da yukarı ayet nime davatıdı? Peygamber nimin epkesi çın tutunlar. O nimeden çekilirse onu da yeninglar davatıdı. Kur'an davatıdı. Eğer rast Kur'ançılar olsa bula, Kur'an'ın yukarı ayetlerine iman keltiriş gerek. Sure Fatiha'dan nasıl çoğan aralıktaki barlık ayetlerine iman keltiriş gerek. Şu bula gerçi Kur'aniler dep nam ep kalgan bilen emeliyette hakik Kur'ançılar emas. Hakik Kur'ançı, hakik hadis yoludur. Hakik Kur'ançı Resulullah'ın özü ulgu tutkan kişi oludu. Çünkü şu Kur'an özünün şerisi olan hadislerge ergişiş, hadislerge iman keltirişini tekazza kılıdı. Ama hadislerini inkar kılıdığı namaz ne? Şu ruku kılıp inişip, secde kılıp donğuyup, kıyamda turup tik turup, Subhan Rabbiyal A'la'nı 3 qitim dep, Subhan Rabbiyal Azim'ni 3 qitim dep, taharet 3 qitim bedellerini juyup ve hacga bassa şu Resulullah'ın köz tüpegini secdelerini kılıp yenip kirdim. Ma zıt mana. Eğer ular hadisini inkar qilib qalsa, ruku qilsa do'ng'aymisan, secde qilsa inishmisan ve onunki Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la'nın sonini 3 qitim demisan ve taharet yuqorqi degandek Rasululloh ko'rsatgan yerlarga amal qilmisan, ajrini boshqa chiqsin. Nahayat zikirlar var. Shuning uchun bu oyat nafsini paklashga tutish qilgan kishi Resulullah'ın o'ziga ulgu tutsin. Mana bu Resulullah'da Allah'ın payg'ambari yaxshi ulgu var degan bu oyat yani şu atalmış kafir Kur'ançılara yaxşı delil. Radiye. İbn Kesir rahimahullah deydi ki, mana bu yukarıdaki ayet yani Allah ahiret gününe ümit kılgan, Allah'ını köp zikir kılgan kişiler için Allah'ın elçisi yaxşı ulgu var degan şu ayet-i kerime deydi. Resulullah'ınki sözleri de, şirketleri de ve barcha haletleri de şu Resulullah'ı iktida kılıştaki nayeti çoğun bir asas deydi. Bir sual kaldığımız geliyordu. Fakat Allah'ın yaxşı görüş, nefsini paklashga yetemdi. Resulullah'ınki hadisi bilen cevap qaytaramiz bu sualga.
Hasanul Basri rahimahullah İmam Tabari o'zininki tafsirida bayon qilganidek, İmam Hasanul Basri rahimahullah shunday degan ekan: "Qala qawmun ala ahdi nabiy sallallohu alayhi vasallam." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida bir qavm, bir kishilar bor edi. Bular shunday degan edi deydi: "Inna nuhibbu rabbana." Biz Rabbimizni yaxshi ko'ramiz. Degandan keyin fa anzalallohu ta'ala hazihil oya. Alloh taolo buni oyatni nozil qildi shuni bilan deydi. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ey Muhammed aleyhisselam deb qo'ying. Agar sizlar Alloh taoloni haqiqatan yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga ergishinglar. Ondan Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. degan bu oyatni nozil qilgan deydi. Yuqorida biz bir savol so'rab qo'ydikki, faqat Allohni yaxshi ko'rishla nafsini poklashga yetamdi dedik-a? Rasulullohning zamonida bir to'p kishilar aytadigan ekan, biz Rabbimizni yaxshi ko'ramiz degan ekan. Rasulullohni yaxshi ko'rish, Rasululloh agishishni saqit qilib, yo'q chiqarib, biz Allohni yaxshi ko'ramiz degandan keyin Alloh taolo agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga agishinglar dang Muhammad alayhisalom. Menga agashsanglar anandan keyin yuhibbukumullah, Alloh sizni yaxshi ko'rdi deb oyat nozil qilgan ekan. Xo'sh, qanday kishilar bu zodi? Nima odamlar bu deganda, Imom Tabari deydi, mush oyat haqida tafsirida, buni bir necha xil tafsir berib, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi bir to'p kishilar edi deydi. Ya'ni Imom Tabari ikkinchi xil sharhini ham berib, bu Najran nasoralar edi. Bular shunda degan ekan, biz Masih Isa alayhisalomni ulug'laymiz va uni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz degan so'zni qilgan ekan. Shuni Alloh taolo bu oyatni nozil qilgan deydi Imom Tabari. Biz Isa'ni yaxshi ko'ramiz va Isa'ni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz deb Rasulullohni inkor qilyapti. Bu bir tafsir. İbn Abbas'dan yani bir tefsiri var iken bu ayet gibi egen. Bular aşı Resulullah zamanı Kureyş kafirleri dedi. Kureyş kafirleri Allah'ın inkar kılmaydı o. Değil mi? Men halaka semavati vel ard. Asman zemini kim yaratkan dese Allah deyip cevap verdiler. İbn Abbas'dan yeni bir begen şerisi bular Yahudiler. Yahudiler mi Allah'ın itiraf kıldı ne? Rabbimiz Allah deydi. Lakin Resulullah'ını inkar kılarak. Şunu bu ayet nazil olgan deydi. Demek nimez bunu çıkıvatıdı? Fakat Allah'ını yaxshi ko'rish nefsini paklashga yetmaydi demekçi. Yeterlik emas. Nefsini paklayman degan adam Allohga iymon keltirishi, Rasulullohni o'ziga ulgu tutishi lozim demekçi. Yahudilar mı Allah'ını yaxshi ko'raman deydi-ki ana. Nasaralar mı Allah'ını yaxshi ko'ramiz deydi-ki ana. Qurayshlar mı Rabbimiz Allah deydi-ki ana. Demek bu yerdagi maqsad nima desa, nefsini paklashga faqat Allohni yaxshi ko'rish yeterlik emas. Rasulullohni ham o'ziga ulgu tutish lozim. Shuna Yahudilar kafir bo'lib ketdi, Nasaralar kafir bo'lib ketdi. Quraysh müşrikleri hem kafir oldu. Resulullah'ı itiraf kılmalılar için demekçi. Muallif deydi, o Resulullah'a ergişiş ve o Resulullah'a iktida kılış bir kişinin Allah Teala'ya olan muhabbetininki rastlığa, semimiliği delil deydi. Yani Resulullah'a ergişiş, Resulullah'ın ülgü kılış bazı sahada. Bütün sahalerde Resulullah'a ergişiş Allah'a olan muhabbetinin, semimiyetinin dalaleti deydi. Rastçılığının dalaleti. Çünkü Resulullah'a ergişiş, o Resulullah'a iktida kılış, o Resulullah'ın doğru olan şu menhecini boylap meniş, o aynı tezkiye, tezkiyenin özü şu deydi. Nefsini paklaşının özü şu. Resulullah'a iktida kılış, ergişiş, Resulullah kaldırıp ketken şu sünnetini boylap menişinin özü, nefsini paklaşının özü şu deydi. وَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولِ إِلَيْهَا بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. O nefsini paklaşka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipkiyegen nesinin gayri bilen herkes yetkin olmaydı. Başka yollar bilen, Marx İngiliz'nin karışları bilen, Mao Zedong'un tanılan meselelerini okup, Deng Xiaoping'in tanılan meselelerini okup, Jiang Zemin'in tanılan meselelerini okup veya ki keyinki yazılgan her türlü kişilerinki kitaplarını okuş arkalık veya ularınki oturup koygan dünya karışlarını özüge yol tutuş arkalık bu nefsini paklaşka erişkin olmaydı. Hatta şu Allah tarafından peygamber kıp evetilgen İsa aleyhisselamның, Musa aleyhisselamның, Davud aleyhisselamның Ulağa ergişip mi bu nefsini paklaşka biz maksatga erişemeymiz. Nima uchun? Ularning sözleri o'zgartib etildi. Ular arqılık bendelerge nazil qilgan samaviy kitaplarga sözler kirgizib etildi. Shuning uchun biz bu arqılık mı maksatga yetemeymiz. Muallif deydi: "Ve yuhdisu a'immatud dalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakki an-nufus ve tuhazzibul qulub ve tuqawwi as-sillata billah ila gayri zalika mimma yuqal." Azgın, zalalet imamları her zamanda munkar olan, yani inkar kılındığın yollarını peyda kılıştı. Onlar hani şu yollar arkalık nefsini paklaşını dava kıldı deydi. Bolup mu muallif bir yerde sofularını göz tutkan. Nefsini paklaş için Resulullah ip gelgen yolunu taşlap koyup, sünnet hılap boğan, munkar olan her zamanda her xil yollarını peyda kılıştı deydi.
Hozir so'plarninki ahvoli qarasak, ham shundaq. Shu orqali qalblar tozalandi. Alloh qo'ygan bog'lanish kuchi edi va undan boshqa har xil so'zlar o'tirib chiqadi dedi. Va ular jamoatlardan aloqasini uzish, qarang'u, tinch yerlarda xilvat qilish va xos zikrlarni va muayyan bir labzilik so'zlarni tekrar o'qish orqali nafsini poklashga yetkin bo'ladi va shu nafsini tozligini, nafsini tarbiyaligini bo'ladi deb da'vo qilishdi. Bundan boshqa ham botil da'vo qildi deydi. Demak, nafsini poklashda muallif deydi, shu Rasulullohning ulgisi tutish lozim edi. Sunnat kagini o'sha nafsimizni poklashimiz lozim edi. Ammo azg'un bid'atchi imomlar, uning peshvolar bo'ldi, har toy azg'un toifining peshvolari bo'ldi. Mana bular sunnatda bo'lmagan nafsini poklaymiz deydigan labzilarni, nafsini poklashning yo'llarini da'vo qilishdi deb o'tib ketib bordi. Buning o'rniga sakrash qo'shilug'liq. Sakrash. Salom olib ketadi-da sakrab. Lekin tamning ustiga chiqib qo'ysa mumkin sakramaydi. Chunki tamning ustidan tushib ketsa o'ldiganligini bilib, butun sindirib olganligini biladi. Yo'lib oldiganlar jiqilsa yumshoq yerga tushirganligini bilib, jiqiladi. Shuni ay tamning ustiga chiqib qo'ysa oshkor bo'lamdi. Ras jiqilamdi o ya riyovan biyat. Buni Ahmad Bahjat Allohning payg'ambaridir degan kitobida Samiriydan qolib qolgan sakrash bu Samiriydan kelgan deydi. Musa alayhissalom Tavratni Alloh taoladan og'ini vahiy topshirib olgani bag'ov vaqtida Samiri ismli shu mushrik Musa alayhissalomning qavmi bo'lgan Bani Isroilni qanday qilib oldi? Mo'zaga ibodat qildirib etdi. Musa izlayotgan Rabbim mana mushu. Sizlar uni saqlab turayotgan Rabb iloh mushu deb eli shiltib mo'zaydan ovoz chiqarib cho'qindirib qo'ydi. Ahmad Bahjat deydi, shu chaqda shu Samirininki mo'zaga egashgan shu egash kuchilari ibodat qilishda sakrab mo'zaga bo'lgan o'zining ibodatini sadoqatini bildirgan deb shu yerga opirdi. So'piralik sakrash nadin kelib chiqqan degan ashyaga bog'laydi. Alloh alam har xil shari'lar bo'lishi mumkin. Xo'sh, demak, nafsini poklashning birdan bir yo'li nima? Rasulullohga ulgu qilish, Rasulullohga egishish. Bid'at, zalolat, botil yo'llar emas. Ibn Qayyim rahimahulloh deydi-ki, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan va ashadd. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسول وكالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب. Ibn Qayyim Cevzi deydikin, rahimahullah deydikin, nefslerini paklaş, bedenini paklaştın, bedenini davalaştın mı qiyin, müşkül iş deydi. Hadi kimi ki nefsini peygamberlerden kemigen her xil hareketler bilen paklayman dese ve her xil tirishchanliklar bilan poklayman desa va xilvat qilishlar bilan nafsini poklayman desa, o'z nafsini o'zining ko'z qarashi bilan davolayman degan kishi o'xshaydi deydi. Ya'ni Allohning elchisiga ergishish bilan emas, sunnatlar bilan emas bu nafsini poklashda. Har xil o'zi o'tirib qo'ygan harakatlar, vallohu alam, lixonchi o'tirib qo'ygan Falun Gong ana shu har xil harakatlarni ishlab, mumkin shu o'zining taqvoligini oshirish, nafsini poklashning bir yo'li sifatida o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin, vallohu alam bilmadik. Demek kimiki nefsini poklayman desa, her xil harakat va har xil boshqacha bir sunnatga uyg'un bo'lmagan tirishchanlik va payg'ambarlar hech epkanmagan yo'llar bilan nafsimni poklayman degan kishi o'z nafsini o'zining ko'z qarashi bilan davolayman degan bir kasal kishi o'xshaydi. Va ayna yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib deydi. Uning ko'z qarashlari o tabibninki ilmi, ma'rifati oldida qayerda turadi deydi. Bir kasal kishi asli qanday bo'lishi kerak? Tabibni oldida bo'lishi kerak. O tabibning ilmi qayerda qoldi? Bu kasalning bilishi ko'z qarashlari nima turibdi deydi. Kasal kishi cho'qim tabibni oldiga berish kerak, doktorning oldiga berish kerak. O'z ko'z qarashi bilan o'zini davolasa, u texmi yomon bo'lib ketishi mumkin. Demak, sunnat bo'yicha nafsini poklamagan kishi o'z ko'z qarashi bilan o'zining kasalini davolagan kishiga o'xshaydi demakchi. Demak, nafsini poklayman degan kishi cho'qim Rasulullohning sunnatini murojaat qilish kerak. Xuddi kasal kishi izlab so'rab, usta doktorini topganga o'xshash. Ibn Qayyim Cevzi oxiri deydi-ki, payg'ambarlar qalbning tabiblari deydi. Bu nafsini poklashga ve onu ıslah qilishda, tuzashda, o payg'ambarlarning yo'llaridan boshqa yo'l orqali uning yetkin olmaydi ve ularning qo'llari orqali ki bu maqsadga yetkin bo'ladi deydi. Ularning yo'llari orqali ve ularning qo'llari orqali bu nafsini poklashni bir maqsadga yetkin oldu. Ve bu payg'ambarlarga xolis, samimiy niyat bilan ergishish ve ular uchun komil taslim bo'lish bilan ondan bu qalbni poklash maqsadga yetkin oldu. Vallohu musta'an. So'zi tugidi. Payg'ambarlar qalbning doktorlari degandan payg'ambarimiz shuni chekirib ketdi-da. Bu ahir payg'ambar kelib bo'lgandan keyin shu payg'ambarga ergishish kerak. Barliq payg'ambarlar qalblarning doktorlari, tabiblari, jumladan xosatan Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qalbning doktori. Haqiqatan doktor bo'lgan, jismning ham doktori bo'lgan. Tibbun nabaviy. Payg'ambar tibob deb kitob bor ana.
qalbning, nafsini paklashning tiyipi bo'lishdan sirt, va jismni davolashning ham tiyipi bo'lgan. Xuloslasak, nafsini paklashning birdan bir yo'li payg'ambarga akshish deganni yana mishal o'tirib qo'yapti. Yani muallif oyat, hadislardan sirt ulamolarning so'zi bilan ham qalbni paklashning yo'li payg'ambarga akshish deganni bayon qilyapti. Qarindoshlar, inson mavjud bo'lgan ekan, buning dushmani shayton ham mavjud. Shunga sunnat xilof, shirkat, bid'atlar ham mavjud bo'lishi tabiiy. Yani inson bayadi, shayton ba, iblis va jinlarning kofirlari bo'lgan iblis, shaytonlar va bular bo'lgan ekan bid'atlar va. Bid'at shu Rasulullohning sunnati xilof ishlar. Rasulullohning sunnatlari orqali nafsini poklaydiq. Buning xilof bo'lgan bid'atlar va. Endi bu bid'atlar qarta Rasulullohning ham buni ko'rsatmasi va. Muallif deydi: "Wa izan fa jami'ul a'mal allati laysa 'alayha amru an-nabiy sallallohu alayhi va sallam mardudatun 'ala sahibiha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruq amr farmonlari uning ustida bo'lmagan, sunnat uning ustida bo'lmagan bütün şirketlar o'zining sahibi qaytarilib berildi deydi. Allohning dargohiga yurilmaydi demoqchi bu. Kama qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, İmam Muslim o'tirib qo'ygan, Aisha radhiyallohu anha anamizning kelgan hadisga, Aisha anamiz deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi ekan: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun." Ey mardudun ala sahibi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi ekan, kim bir amalni qilsa, o qilgan amali bizning ishimizda bo'lmasa, o rad qilindi, qaytarildi deydi. Laysa alayhi amruna deki, mishadiki amruna dinimizda deb tafsirini qilingan hadisin sharhisida. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmagan bir amalni kimiki qilsa, o rad qilindi, qaytarildi deydi. Demak bid'at mishaydan chiqdi. Bu hadis shu bid'atning sharhisi. Ya'ni mardudun ala sahibi, o'zining egisi qaytarib berildi deydi. Bunda bid'at amal, dinimizda yo'q ish, Allohning dargohiga o'rinmaydi. O'zining sahibi qaytadi. Mana bu şeyde insanın düşmanı olan şeytan vesvese qilib o'ttirib chiqargan sunnat xilof bo'lgan bid'atlarning shariatga o'rni bayon qilinadi. Qabul qilinmayotgan, qaytarildi ekan. Biz bendeler ham ahli sunnat va jamoat e'tiqodiki musulmonlar ham qabul qilmaymiz uni. Kim bir ishni bid'atni o'tirib qilgan bo'lsa, o'zing ko'tarsan bilan kessin bu deb o'zi qaytarib beramiz. Shuning uchun qarindoshlar, amallarni sunnatmi yoki bid'atmi uni ayirishda o'lcham bo'lishi lozim. Bu o'lcham albatta Rasulullohning sunnati. İmam Sufyan ibn Uyeyne rahimahullah deydi ki: "İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve el-mizanul ekber." Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çoğun ölçem deydi. Yani sünnet mi, bid'at mi, bunu qanday araymiz degende, bu şunday ölçem nima? Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'ın sözüge, şirketlerine, takriratlarga uygun kelayotgan bo'lsa, tamam sünnetken. Ona uygun kelmagan bo'lsa, tamam bu bid'atken deb araymiz, ölçem bu şu deydi. Qilib فعليه تعرض الأشياء ورسول الله هم نرسى تغرلندو ديد على خلقه وسيرته وهديه sünnet mi bid'at mi deb biz bilemeyen narsa Resulullah'ın ahlakı to'g'rilaymiz, Resulullah'ın hayotiga to'g'rilaymiz, Resulullah ipkege hidayetga to'g'rilaymiz. Fama wafaqaha fahuval haq. Aş to'g'rilagan narsalarning qaysi birisi Resulullah'ın sünnetleriga muvofiq bo'lib qolsa bu haq, bu sünnet. Ve ma khalafaha fahuva batil. Agar Resulullah'ın sünnetleriga muxolif kelib qolsa, uygun kelmasa, u batil. Sufyan ibn Uyeyne bu so'zni Xatibul Bag'dodiyninki Al-Jami' li axlaqir rawi va adabis sami' degan kitobining muqaddimasida keltirgan ekan. Demak, bu yerda nima chiqdi? Nafsini paklashning yo'li Rasulullohga ergishish, sunnatga ergishish. İnson bo'lgan ekan, shayton bo'lgan ekan bid'atmi ba? Bid'at u kishining o'ziga qaytarib beriladi. Endi qaysi ish sunnat, qaysi ish bid'at buni arishda Rasululloh eng cho'ng o'lcham, Rasululloh taroza o'lchab beradigan qilib butkul narsani Rasulullohga to'g'rilaymiz, sunnatlarga to'g'rilaymiz. Muvofiq kelgan bo'lsa bu haq, bu nafsini paklashga yaraydi deb olamiz. Sunnatga muvofiq kelgan bo'lsa, muvofiq kelmagan bo'lsa, qarim qilish kelgan bo'lsa, yo'q, bu nafsini paklashga yaramaydi, bu batil narsakan, bid'atkan deb uni tashlaymiz demoqchi. Muallif deydi: "Mana shuning uchun qandaqliki bir kishi o'zining nafsini paklashni iroda qilib qolsa, mana bu kishiga o'z nafsini Rasulullohga ergishib ko'ndirish, uning iqtido qilishga ko'ndirish, u Rasulullohga ergishib ko'ndirish vojib bo'ladi bu kishiga deydi. Shar'an vojib bo'ladi deydi. Chunki nafsini paklashning hukmi shar'an vojib. Birsi Rasulullohga ergishish vojib bo'ladi deyapti, mana nafsini paklayman degan kishiga. Ikkinchi vojib bo'lgan ish bid'atlardan, yangi paydo bo'lgan dinda yo'q ishlardan, muhtaraat uydurib chiqarilgan, dinda yo'q bo'lgan, sunnat xilof bo'lgan ishlardan va har turli yangi paydo bo'lgan bid'at yo'llardan hazar aylash vojib bo'ladi.
Çünkü bu işler şu imamları, peşivaları tarafından nefsini paklaydigan narsa deb o'tirib qo'ydi shular mı? Ma duanı mancha 100 qitim, mancha 1000 qitim o'qisan, sen avliyo anbiyo bo'lasan, sen Allohning do'stiga aylanasan, sana cennetin bir uy bino qilindi deb bid'atchi, peşiva yetakchilar o'tirib qo'ydi. Mana mushu narsalardan hazar aylash. Ikki narsa chiqdi endi. Muallif oxirida xuloslagan so'z nima bo'ldi? Nafsini paklashni iroda qilgan kishi ikki kishi vojib bo'ladi. Birisi o'z nafsini Rasulullohga ergishish, iqtido qilishga ko'ndirish. İkincisi bid'at, xurofot, dinde yo'q narsalardan hazar aylash. Sunnat xilaf bo'lgan ishlardan hazar aylash. Mush kishini lozim tutsa, nafsini paklash kapolatga ega bo'ladi demoqchi ekan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Va sallallohu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.